ko'rib, tasavvur qilib, yozganingizda yozuvni ko'rish orqali, o'qiganingizda tilingiz orqali, qulog'ingiz bilan qayta yozgan narsangizni eshitish orqali. Shunchaki fikr bo'lmayapti-da bu yerda. Ya'ni miyaga ta'sir qilish mumkin bo'lgan boshqa his qilish a'zolaringizni ham u yerga qo'shadi. Shuning uchun uni kengaytiribroq yozsangiz, tanani unga bo'lgan reaksiyasi shuncha kuchayadi. Shunchaki tez kunda menga kelayotgan mashina uchun minnatdorman desangiz nima his qilasiz-ku? Tez kunda menga kelayotgan oq rangli, bivaydi, ichlaridagi salafonlari bilan turgan, tepalarida anaqalari bilan turgan mashinamni minib ketayotganim uchun minnatdorman desangiz qanaqa bo'ladi misol uchun? Ko'ryapsizmi? Tanangizda o'sha kuchni uyg'otish uchun. Hammasi. Uni yozsangiz, agar o'sha narsani rasmini yopishtirib qo'ysangiz, nega? Karta, xarita tuzamiz, orzular xaritasi deydi, maqsadlar xaritasi. Bu yerda rasmi ham turadi. Ham ko'rasiz, ham yozasiz, o'qiysiz, eshitasiz, tasavvur qila olasiz, vizualizatsiya qilib. Shuning uchun, ya'ni bu kuchni, sizdan chiqayotgan energiya, ishonch kuchini yuksaltirish uchun uni shunday holatda kengaytiriladi ozroq. Lekin endi bitta mashinaga g'ildiraklari qora bo'lsin, mana bu joyda yashil bo'lsin, mana bu farasi qizil bo'lsin, u yerdan anaqasi orqasidan dumi chiqib turgan bo'lsin, hech qayerda qirilgani bo'lmasin. Endi u chereschu. Miyangiz qiynalib ketadi, juda ko'p anaqa bersangiz. Miyaga, ya'ni o'tda bir nechta vazifalarni bir vaqtda o'zida bersangiz, miya shokka tushadi, bari hech qaysini qilmayman deb boradi. Shuning uchun hamma narsani me'yor yaxshi. Ba'zilaringiz bir varoq yozgansizda bitta maqsadga. Oxirigacha o'qigim kelmadi. Boshida zo'r ketyapti, uni shu yerda to'xtatib qo'ysa bo'lar ekan, qolganini nima qilar ekan degan fikr bo'ldi menda. Chunki u yog'iga xohlamayman dalshida. Xuddi o'shanday miyamiz ishlashi. Masalan, men sizga aytsam hozir, menga qarang, kuling, chapakcha oling-da, qila olasiz buni. Endi men sizga aytsam, menga qarang, kuling, chapakcha oling, boshingizni ikkita tomonga qimirlating, oyog'ingiz bilan tapirlating-da. Bari qol deysizmi? Ya'ni miya shunaqa. Miyaga bir nechta vazifani bitta vaqtda o'zida bersangiz, miya shok holatini yashaydi va hech qaysini qilmaydi. Hech qaysini qabul qilmaydi. Ya'ni hamma narsani o'shaning uchun aytdik, zolotaya sredina, o'rtasi yaxshi-da. Kam ham bo'lmasin, ko'p ham bo'lmasin, o'rta bo'lsin. Sizga juda chiroyli his bera olsin. Keyin maqsad sizga tegishli bo'lishi shart. Mana men sizga chiroyli maqsad o'qib beraman. Mashina olish, qizil ko'ylak kiyish, millioner bo'lish, 10 ta uy sotib olish, baxtli bo'lish. Nima tushundingiz bundan? Nima his berdi sizga? Kim degan his bo'ldimi? Miyangiz kim? Xuddi yozilgan nimanidir o'qib bergandek. Xuddi o'shanday. Bunaqa gapga egasi yo'q-ku. Miyangiz neytral qarab turadi. Ha, shunaqa ekanda, shu ma'lumot ekan, shunaqa degandek. Bo'ldi. Turadi miyangiz o'shanday. Siz bunga yetkazishingiz kerak. O baraka topqur. Menga mana shu mashina shunday holatda kerak. Menga kerak. Men erishaman unga. Men bu his qilaman. Menga ishonishingiz kerak, ya'ni taningiz ishonish kerak u hislarni avtomatik tabiiy ravishda chiqara olish uchun. Ko'pchiligingiz shunaqa yozgansiz. Va hammangizda mana shu xato bor. Kimga tegishliligini bilmayman men uni. O'qib chiqdim, hech narsa his qilmadim. Lekin ba'zilaringiz yozganlaringizda men shunaqa bo'laman va bu uchun minnatdorman, qabul qildim deganlaringiz o'sha tanalarim bir narsalar bo'lib ketdi. Xuddi o'shanday siz shu narsani qabul qilasiz. So'z juda katta kuchga ega, juda katta kuchga. Foydalaning u kuchidan. Shuning uchun qanday maqsad yozamiz Shohida deb so'rasangiz, men sizga aytaman. Sizga tegishli bo'lgan maqsad yozasiz, ya'ni men agar sizni olishga 100%
haqqingiz bo'lgan Alloh tomonidan shundoq sizga berilgan narsalar bo'lsa, o'ylab o'tirmay hozir shu narsa bordek yozing. Chunki bu sizni утверждениеңiz bo'ladi, ya'ni ta'kidingiz bo'ladi u narsa sizni haqqingizligiga. Baxtliman, sog'lomman, boyman, millionerman. Ya'ni bu narsalar. Bu sizga berilgan, tabiiy ravishda hammamizga berilgan. Bu imkoniyat. Uni siz qaror qilasiz olish olmasligini. Qaror qildingiz, keladi. Qaror qildingiz, kelmaydi. Siz qaroringizga bog'liq. Hamma salgina turmush o'rtog'im yaxshi gapirib qo'ysa yetadi menga, shu bilan ham baxtli his qilaman desangiz, demak shuni so'rayapsiz siz. Siz to'liqman, baxtliman, baxtdan maza qilib uchib yashashni xohlayman deng. Yana bitta ustozim qaysidir o'sha seminarga qatnashganimda o'sha amerikalik anaqa edi, erkak kishi edi u ham, anaqada dars qilgandi. Men onlayn qatnashgandim, mana unda turib gapirgandi o'sha erkak aytgandi. Agar insonlar, ya'ni yaratgan, yaratuvchi, ular xohlagan hamma narsalarni, ular xohlagandan ham ortig'i bilan 100% bera olishiga ishonsa edi, ya'ni nima xohlasangiz o'shani, hatto ortig'i bilan, siz xohlaganingizdek emas, ortig'i bilan berish 100%lik, ya'ni aniq beradi. Shubha ham qilishingiz mumkin emas. Faqat shuni aniq berishiga ishonsa edi, men millioner bo'laman deb qo'rqib aytishmagan bo'lardi. Milliarder bo'laman derdi og'zini to'ldirib. Muammo Xudoda emas. Muammo bizda. Xudoga ishonmaganimiz, borliqqa ishonmaganimiz. Hatto so'rashni bilmaganimizda. Shuncha aytadi. Menga kelib o'quvchilarim, menga shuncha pul bo'lsa deb maqsad qildim desa aytaman, voy so'ra, baraka topkur, kattaroq. Kim seni tutyapti kattaroq maqsad qo'yishga? Kim nega bu maqsadni qo'yding deb seni kimdir urishyaptimi? Qo'y, katta maqsad qo'y. Tushunasizmi, nima o'sha kichkina bo'lgan vaqtimda men diplomatiyada o'qiyman deganimda, u paytda yangi diplomatiya universiteti 92-yilda anaqa qilgan. Endi men maktabda o'sha 4-5-sinfda unda Islom Karimov ochgan u diplomatiyani ilk o'quvchilari bo'lib, o'sha Gulnora Karimova, Lola Karimova o'zlarining qizlari o'qigan. Faqat ya'ni xalqaro darajadagi diplomatlarni tayyorlab chiqish uchun Tashqi ishlar vazirligini qoshida ochgan bo'lgan bu universitetni. Faqat vazirlarni bolalari, faqat prezidentlarni bolalari, Afg'onistondan boshqa joydan qo'shni davlatlardagi, chunki anaqadagi O'rta Osiyodagi yagona diplomatlarni tayyorlab chiqaruvchi universitet bo'lgan u. Ya'ni shunaqa kazo-kazolarni bolalarigina o'qigan, ya'ni ilk boshlarda u yerda. O'sha dadasi anaqa bo'lgan, nima, sudya bo'lgan, u bo'lgan, bu bo'lgan. Ya'ni oddiy inson, oddiy ishchilarni bolalari hatto u yerni orzu ham qila olishmagan. Misol uchun o'sha men o'qishga kiraman deb maktabda yurgan vaqtimda menga shunaqa deyishganki, sen bilasan uni qancha turishini? Men 5-6-sinfda men diplomatiya universitetiga kiraman degan paytimda o'shanda gapirishgandi. U paytda u $100 qanaqa katta pul edi? Chunki biz men Toshkentga kelib 25 so'm bilan avtobuslarda yurardik biz Toshkentga kelib-da, ya'ni shunaqa tushuning. Hozir necha pul? Anaqasi hisob-kitob qilsanglar bo'ladi. 50 ming, 60 ming dollar bilan kirgizishar ekan misol uchun o'sha paytda. Hozir ham 50 ming, 60 ming dollar kichkina pul emas-ku bitta universitetga kirgizish, to'g'rimi? Ya'ni men o'sha diplomatiyaga kiraman deganimda, sen bilasanmi aytga qancha pul bilan kirgiziladi? 50 ming dollar, 60 ming dollar bo'lishi kerak edi. Dada, inson shuncha puli bormi deyishga men bitimga men diplomatiya o'qib yurganimda nechtasi anaqada maktabda o'qib yuribman, diplomatiyada o'qiyman dedim. Men danino san mishimon men qanaqa kirishim bilan. Men kiraman bo'ldi. Men diplomatiyaga budjetga kirganimda, o'sha Namanganga kelganimda budjetga kirdim diplomatiyaga deb hech kim ishonmagan deyarli. Keyin aytgan, Murat akamni bosib qo'ygan sandiqqa puli bo'lgan ekanda shohida degan ba'zilar. Dedim, men bir so'm to'laganim yo'q degan. Hech kim ishonmagan, men o'zim kuchim bilan kirishim mumkin bo'lgan. Mumkinligiga o'shanday holat. Aslida men juda ishonch bilan maqsad qilganman. Shunaqa chiroyli holatda o'z sharoit yaratib bergan. Aytganman-ku, bu mo'jizaviy tarzda yuz bergan men o'qishga kirishim.
Ham Alloh mo'jizasini shu narsada ko'rganman. Yotib olib o'qib boshqa qilgan, lekin mana bunaqa bor edi, yashirardi ma'lumotlarni. Nima o'qiyapsizlar, davay bir-birimizga beraylik, nimadir topgan bo'lsanglar deb. Manda nima bo'lsa hammaga tarqatib chiqardim. Lekin u yashirardi, o'qiganini ham yashirardi, testlar olgan bo'lsa, boshqa qilgan bo'lsa, ularni ham yashirardi. Ya'ni qandaydir ichida boshqalar bo'lmasin-da, menga bo'lsin degandek his bordi. Men uni his qilardim. Hamma narsani bilgan, lekin nasib qilmagan. O'qish keyingiga manimcha harakat qildi yoki keyingiga birdaniga boshqa joyga harakat qildi. Lekin o'sha joyda man voy nima qilmoqchi deb shunday xafa bo'ldim. Yoqqa keldi mani chaqirib, nimasan unga xafa bo'lyapsan? Qancha o'qigan, u даже yashamadi-ya, man uni qanaqa o'qiganini ko'rdim-ku, kursdoshim-ku. Yotib olgan, hatto umuman hech narsaga yig'ildik, u yoqqa bordik, bu yoqqa bordik, ya'ni Xorazmga bordik, hech qayoqqa bormadik. O'sha kirishim shart-da. Faqat o'qidi. Yani shunchalik darajada, ya'ni ko'rmaganman unchalik darajada. Chunki qanchadir vaqt men bilan ham yotoqxonada birga yashagan. Uni o'qigan, haqiqatan o'qishini ko'rganman, qanaqa o'qishini. Qisqasi, nima bo'ldi? Men o'shancha xafa bo'lib ketdim u uchun, ham yaxshi ko'rgan insonim bo'lgani uchun. Keyin o'sha dugonimda bu yoqda ortida, "Sen haqingda nimalar ketganini bilasanmi?" o'sha dedi. "Sen budjet fikrlaringni eshitdi. O'qimasdan yurib boshqa qilib, bitta fandan o'qib qanaqa qilib bular kirdi ekan? Bitta haqiqat yo'q ekan." deb ketdi. Deb "Sen uni o'ylama, o'zingni o'yla", dedi shu dugonim. Men bir g'alat bo'ldim, keyin baribir rahim keldi. Lekin mana shu joyda menga Xudoyim juda zo'r narsani isbotlab ko'rsatdi. Har doim o'quvchilarimga ham, boshqalarga, bundan keyin dars o'tadigan o'quvchilarimga aytganman-da. Ming xohlang, agar siz boshqalarga yomonlik xohlasangiz, o'ylamang, uni boshqalar uchun xohlaysiz. O'zingiz uchun xohlaysiz. Faqat o'zingiz uchun. Sizdan chiqayotgan har bir fikr, har bir his, mana shu inson shunaqa bo'lsin desam, u siz uchun. Chunki atrofda boshqa inson degan narsa mavjud emas, sizga chiqayotgan fikr faqat sizga ta'sir ko'rsatish uchun chiqadi. Sizga qaytib kelish uchun chiqadi. Mana shu joyda men sizga yana bitta narsani aytib ketaman. Qarang. Agar mana bu siz bo'lsangiz, mana bu siz energetik aurangiz bo'lsa, da? Energetik aurangiz, sizni atrofingizdagi borlig'i ma'lum bir ma'noda mana bunaqa dumaloq chegaraga ega. Ya'ni bu chegarani tushuning, sizni fikrlaringizni qaytib kelish nuqtasi. Hammada bu chegara har xil. Bu chegara tushuning, oyna joylashtirilgan bu chegarada. Oyna bor atrofingizda. Siz o'zingizdan qanday fikr chiqardingiz, siz o'zingizdan qanday his chiqardingiz, bu yerda ta'sir ko'rsatadiganini ko'rsatadi-da va albatta sizga qaytadi. Yaxshi fikrmi, yomon fikrmi? Chunki oyna uni aksini sizga qaytaraveradi. Oyna hamma nima qilsangiz aksini qaytaradi. Insonlarga sevgi chiqaryapsizmi o'zingizga? Aynan sizga ham sevgi qaytib kelaveradi. Insonlarga nafrat chiqaryapsizmi? Faqat nafrat qaytib keladi. Kimlardir nimadir bo'lsin, o'lsin, u yoq bu yoq deng, u sizga qaytib keladi. Ya'ni hech qachon siz o'zingizdagi fikringizni birov uchun yo'llamaysiz. U inson bu fikringizdan himoya qilini oladi. Misol uchun, bu insonni o'lsin, ketsin deb bu fikrni yuborgan bo'lsangiz, xo'p, agar bu inson qachonki bu hududini, qarang, bu hududini ochsa, men o'lishim kerak, o'limga loyiqman deb, ana o'shanda bu fikringiz bu yerga kirishi mumkin. Lekin bu inson men baxtliman, men uzoq yashayman deb turgan bo'lsa, bu fikringiz bu insonga kirmaydi, lekin sizga albatta qaytadi. Ya'ni sizdan chiqqan fikr kimdirga yo'llantirilgan bo'lsa, u insonga u fikrni yetib borishi u insonning qaroriga bog'liq. Ruxsat berganiga, ruxsat bermaganiga. Unga shuning uchun ta'sir ko'rsatishi 50 ga 50. Lekin sizga ta'sir ko'rsatishi 100%. Chunki kimga ta'sir ko'rsatadimi, ko'rsatmadimi, u fikr albatta sizga qaytadi. Nima fikr bo'lishidan qat'iy nazar, har qanday his bo'lishidan qat'iy nazar. Shuning uchun birovga yaxshilik tilaysizmi, aslida o'zingizga tilaysiz.
birovga yomonlik tilaysizmi, aslida o'zingizga tilaysiz. Man o'shanda hayron qolganman. O'sha qizni nega Xudoyim, chunki juda ham Xudoga ishonuvchi bir inson bo'lganim uchun ma'lum bir ma'noda o'sha qiz uchun xuddiki Xudoga anaqa qilganman. Nega Xudoyim uni shuncha mehnatini qadrlamading degandek mendagi his bo'lgan. Da misol. Keyin mana psixologiyaga boshqaga kirganimdan keyin tushundim. Chunki u o'zini o'qishga kirishini xohlagan, lekin unga konkurent deb hisoblaganlarni kirmasligini xohlagan. Tushunyapsizmi? Bu kirmaslik fikri. Hamma u yerdagilar man kiray deb Xudodan so'rab yotibdi-ku. Kirmaslik degan fikrini qani yo'q-ku ichiga. To'g'rimi? Uni kirmasin degan fikrni qabul qilgan yo'q-ku. U ham Xudodan man kiray deb so'rab yotibdi. Lekin u fikrini ichida boshqalar kirmasin degani uchun bu fikr qaytib kelib o'zini kirgizmadi. Bizda hammamiz, masalan, o'sha o'rtog'im aytardi. Hamma o'qishga kirib ketsin byudjetga va oraylarda biz ham kirib ketaylik. Hamma o'zi xohlagan o'qishlarga kirsin, har doim shunaqa niyat qilardi. Menda ham har doim hammamiz kiraylik degan fikr bo'ladi. Bilib tursam ham hammaga joy yetmasligi farqi yo'q, baribir. Menda shunaqa tentecha ishonch bo'lgan qo'y. Hammamiz kiraylik. Hech kimga yomonlik tilamaganman shu payt. Va mana shu narsani tushunganman. Keyin o'sha kirolmaganiga juda ham xafa bo'lganman. Xuddiki Allohga noroziliklar bildirib tashlagim kelgan o'sha qiz nomiga. Bechora shuncha hayot yashamadi ham, bunaqa o'ynamadi, hech qayerga bormadi, hatto bitiruv kechamizga kelmadi. Shuncha o'qidi, nega bunaqa bo'ldi degandek his paydo bo'lib qolganman-da o'sha qiz uchun. Lekin keyin tushunganman, demak, buni sababi ham o'zim. Negativ kirgizganim uchun. O'sha payt. Ya'ni shunaqa. Shuning uchun siz o'zingiz maqsad qilganingizda biror narsani Xudoga kelmasin, menga kelsin demang. Chunki uni aytganimdek, uni rizqi, uni taqdiri, uni hayoti вообще sizga aloqasi yo'q. Siz millioner, milliarder bo'lib ketmaysizmi? Dunyoda pul tugab qolmaydi, hech xavotirlanmang. Uni ham bo'la oladi o'shanday. Bizga endi qiyinchilik bo'lishi uchun ba'zi narsalar uqtirilgan. Xo'p, demak, qarang. Xulosa qiladigan bo'lsak, tushundingiz nega maqsadni, ya'ni his qilishingiz, fikr bildirishingiz muhim degan. Yana mana shu joyda bitta narsani qo'shib ketaman. Boshqa ezoterik bilimlar asosida nega his bilan fikr bir holatda bo'lsa, maqsadingiz osonroq kelishini boshqacha talqin qilinadi. Ya'ni biz energetik tomonda talqin qildik, energiya kuchliroq energiya borishi uchundir. Ezoterik holatda fikr bilan his holati birlashib, fikr jismoniy tanaga javob beradi deb hisoblanadi va his ruhga javob beradi deb hisoblanadi. Shuning uchun qachonki ham fikr, ham ruh bir xohlagan, ya'ni birgalikda bo'lib xohlagan maqsad osonroq, yengilroq holatda amalga oshadi deb hisoblanadi. Shuning uchun qachonki biron narsani xohlasangiz, albatta u yerga hissingizni qo'shing deydi. Ya'ni ruhingizni ham qo'shing miyangiz xohlayotgan narsaga. Yo hissingiz bilan xohlayotgan bo'lsangiz, miyangizni ham u yerga qo'shing, jismoniy tanani ham qo'shing. O'shanda xuddiki aytadiki, единое целое deydi, ya'ni yagona bir butun bo'lasizda siz haqiqatdan. Birimiz-ku, ruh, jismoniy tana bitta holatdamiz ayni damda. Ana o'shanda siz kuchli energetik bir to'lqinga aylanasiz va xohlagan narsangizni amalga oshira olasiz deyiladi. Ezoterik holatda. Shu sababli unaqa ruhiy rivojlanish anaqalarda agar fikringda xohlay olyapti, lekin ichingda hislaring yo'l qo'ymayapti, demak u yerda ko'rishing kerak bo'lgan vaziyat, holat bor, anglashing kerak bo'lgan vaziyat bor deb tushuniladi. Ya'ni ruh aynan u yerda aralashgan bo'lgan bir vaziyat bor. Agar ruhiy ichingda chin dildan xohlab turgan narsa bo'lsa, biron narsa mana shuni qila olaman, million so'rayapsiz, ichingizdan ruhingiz maza qilyapti-da, his holatda, lekin aqlingiz qila olmaysan deyapti. Bunda aytadi, ruhingizga ishonishingiz kerak. Ruhingiz o'sha energiyani beryaptimi? Chunki qila olishingizni tushunib turibdi. Qila olishingizni, sizga kelishini ishonib turibdi. Unda miyangizni sal moslashtira olsangiz mana shu hisga, miyangizga o'sha affirmatsiyalar, boshqalar qilish asosida miyangizni ham ishontirsangiz, ana siz ruhingiz bilan tanangizni birlashtirgan bo'lasiz va o'zingiz xohlagan maqsadga osongina erishishingiz mumkin bo'ladi.
shu joygacha qanaqa savolingiz bor? Men sizga maqsadni aniq qilish bo'yicha bir ikkita amaliyot beraman. Shu bilan bugungi darsni tugatamiz. Juda ham cho'zilib ketdi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qanaqasiz? Yaxshimisiz? Xudoga Xudoga shukur. Go'zal. Men savol bermoqchi edim, lekin imенно maqsadga bog'liq emas savolim. Menda-chi shunaqa holat bo'lyapti-da. Diqqatimni jamlashim rosa qiyin bo'lyapti. Diqqatimni jamlamayapman. Keyin seansda ham, meditatsiyada ham mana boshladimmi, o'zimni ikkita joyda his qilyapman-da. Ham meditatsiyani eshitaman. Ham bu yoqda fikrlar rosa ko'pligini endi his qildim-da. Juda ham kerakli fikrlarim ko'p ekan. Ham bir vaqtda ikkita jarayon ketyapti-da. Keyin men meditatsiya qilayotgan paytim meditatsiya qilyapman-ku deb tanamni ikkinchi bir yarmini tortib u yoqqa o'tkazib qo'yyapman-da meditatsiya jarayoniga. Yana qisqa vaqt sekundlar orasida meditatsiyani qilaman. Seansda ham shunaqa bo'lyapti. Yana bu yoqqa boshqa o'zimni fikrlarim bilan ketib qolyapman. Menda hech qanaqa holat bo'lmasaydi, umumiy bitta qilib aytganda diqqatimni jamlay olmayapman. Nima qilsam bo'ladi? Qiynalyapman shu masalada. Qarang, hali ham o'zingiz ustingizda rivojlanib o'sishda davom etyapsizmi? Ha? Hali ham darsdan eshityapsiz, rivojlanishni qilyapsiz-da. Meditatsiya qilyapsiz. Anaqa seans o'zingiz ham tozalash seanslari ham qilyapsizmi? Ha, qilaman. Chunki bu holatingiz xuddiki qaytish emas, mamlakat qaysidir bitta darajaga o'tishdek tuyulyapti menga. Chunki hozir gapirganingizdan eslayapman. Bitta vaqtda men ham xuddi shunaqa holatlarni his qilganligim hayolimga kelyapti siz hozir aytganingizdan. Chunki bu yerda mana aytyapsiz-ku, xuddiki bitta vaqtda o'z jarayoni o'zida ikkita holatda ham jismoniy tanani xuddiki alohida his qilyapsiz-da, fikrlar bilan boshqasi bilan ham energetik holatni his qilyapsiz to'liqligicha, energetik olamdaligingiz boshqada, xuddiki bir u yoqda ruhiy holatdaligingizni his qilayotgandek. Ko'pincha mana ruhiy o'sish, rivojlanish bilan ishlab kelayotgan, ya'ni o'sib kelayotgan holatimizda ba'zi tushunarsiz vaziyatlarni yashaymiz. Qaysidir etapdan qaysidir etapga o'tkazishganda xuddi unisi bir negativ holatdek yuz beradi, lekin bu negativ holat emas o'zi aslida. Uni qanchadir vaqt yashaysiz. Qancha bo'ldi uni sizga bu narsa yuz berayotganiga? Qisqa vaqt demayman-da, ya'ni qanchadir vaqt bo'ladi, lekin to'xtamasligingiz kerak. Qancha bo'ldi, lekin mana seansga kirsam ham, mana o'zingiz bilan ham necha marta kirganman-ku. Menda unaqa boshqa joylarga ketib qolish umuman kuzatilmaganda, lekin oxirgi paytda shunaqa bo'lyapman. Boshqa joyga ketib qolyapman-da. Men unaqa emas edim-ku deyapman-da o'zimga o'zim. Deylik seansda ham unaqa holat mayli deb qabul qildim. Meditatsiya qilsam ham shunaqa bo'lyapti. Meditatsiya qilsam meditatsiyani eshitib turibman. U bo'ylab ketishimiz kerak-ku aslida. Lekin men uni qilayotgan jarayonimni o'zida boshqa joyga ketib qolaman. O'shanga men diqqatimni jamlash uchun deylik hamma o'z fikrlarni kallamdan chiqazaman deb buyruq berib, ko'pda o'tiryapman, ko'zimni yumib, bu amaliyotda ham qo'yyapman, lekin juda qisqa vaqt bo'lyapti-da. Deylik yarim soatga telefonni qo'yaman, budilnikka yarim soat o'tiraman deb, lekin unga yarim soat yetib borganmi, даже 10 minutga ham yetib borganim yo'q. Yo'q, bu mamlakat anaqa emas, ya'ni bu negativ vaziyat emas bu. Siz hozir kengayishni o'rganyapsiz. Tanani kengayishini. Bu sizni boshqa darajangiz uchun. Chunki avval faqat bitta joyda bo'la olardingiz. Qayerni o'ylasangiz o'sha yerda edingiz, fikrni o'ylasangiz fikrda edingiz, hisni o'ylasangiz hisda edingiz. Endi bo'linyapsiz. Kengayapsiz. Bu siz aynan o'sish jarayoningizdagi bitta etap, qanchadir vaqt bu narsa yuz beradi. Juda ham ajoyib etaplar bor mamlakat. Masalan, men bitta etapida qanaqa bo'lardim? O'zim har bitta qanaqani nima buyum ko'rsam atrofimdan, qanaqa buyum, nima narsa bo'lsa, xuddiki o'sha manmandek his qilardim, misol uchun. Shohida. Yoqdim, Zilola eshitilayotgan bo'lishi kerak ovoz.
Хорошо. O'z fikr qo'yaman. Ya'ni judayam antiqa etaplardan o'tamiz mana. Va bu sizni o'sishingizga yordam beradi. Agar to'xtamagan bo'lsangiz, buni yaxshiroq kuzating. Negativga kirmangda. Aynan bu yerdan nimasini o'rganishim kerak? Qanaqa qobiliyat bor bu yerda mana? Qanoq nega bitta vaqtda har xil shunaqa bo'ladiki, mana gurular boshqalarni eshitib turgan anaqa qilgan bo'lsangiz, agar o'qigan boshqa qilgan bo'lsangiz, eshitgan bo'lsangiz ular haqida, bir yerda o'tirib ular meditatsiya qiladi, lekin butun borliqdagi nima bo'layotganini kuzatib turadi ishlar. O'zi hamma joyda butun borliq bilan. Uning uchun siz kengaya olishingiz kerak. Uning uchun bitta vaqtda faqat bitta joyda bo'lmasligingiz kerak. Siz kengayishingiz kerak. Mana xuddi o'sha kengayishni bir nuqtasida man o'zimni daraxtni ko'rsam daraxt deb his qilish boshlaganman. Kompyuter ko'rsam kompyuter deb his qilishni boshlagan. Bir orada aytgandim. Har bir nimani ko'rsam o'shanga aylanyapman. Samolyotda bo'lsam samolyot deb his qilishni boshlaganman. Ya'ni ya'ni xuddi o'shanday. U vaqti ya'ni qanchadir vaqt davom etadi bu jarayon. Bu yerdan o'z-o'zidan keyin to'xtaydida yana boshqa holatga o'tasiz. Bu sizga qandaydir qobiliyat sifatida saqlanadi. Keyin yana boshqa darajasiga o'tasiz. Bu misol uchun yerdan uzilish emasmi? Chunki o'sha endi o'zimiz ustozlardan, o'zimiz o'qigan qizlardan shunaqa holat bo'layotganini so'raganimda, menga yerdan uzilish holati ham deb aytishdi. Chunki oyog'ing как yerni his qilmayapti. Sen yuqori bilan kuchli ulanib ketgansan, past bilan bog'lana olmayapsan, yer bilan bog'lana olmayapsan degan fikrlarni ham aytishdi. Shuning uchun ko'proq yer bilan bog'lanish uchun harakat qilgin degan jarayonlarni ham aytishdi. Daraxt, pichoqlar, yerda yonboyoq, yerga qoldi. Qilavering, ular zarar bermaydi, lekin o'sha holatingizda, hozirgi holatingizda, demak bu qaysidir etap, qaysidir to'lqin, qanaqadir ma'lumot olyapsiz. Shunda ham ong shunaqa holatda, ya'ni har xil o'zini his qildirgan holatda bo'lishi mumkin. Aytardimki, ba'zida haftalab menga qanaqadir ma'lumotlar keladi, kishi o'zimni tentakka o'xshab his qilaman, tushunmayman debda, ko'zim yumsam kelaveradi, o'ylasam ham fikrlar har xil boshqa narsalar degandek. Agar u oyog'ingiz yerda ko'rinmayotgan bo'lsa, demak qanaqadir potokka ulangandirsiz, ma'lumotlar potokiga. Uni anglashingiz shart emas-ku, uni siz energetik tanangiz qabul qiladi-da. Haqiqatan yerga ulanmayotgandek ichingizda shunaqa his bo'lsa, bo'ladi-ku, masalan, berilgan ma'lumotni ichingizdan rad qiladi, fikringiz yo'q, men yerda juda yaxshi ulanib turibman, yerda juda yaxshi his qilib turibman degan. Agar shunaqa ma'lumotni berilganda yo'q, unaqa narsa emas degan bo'lsa, demak sizni hissingiz to'g'ri yoki haqiqatan qandaydir yerdan ulanish, yerdan uzilish hissini his qilyapman desangiz, demak u amaliyotlar sizga zarar bermaydi, foyda bo'ladi. Lekin ba'zan energetik yuqoridan shunaqa ma'lumot kelishiga ulanganimizda yo qanaqadir potokni ichiga kirib qolganimizda yo qaysidir o'sish darajasiga o'tib qolganimizda, misol uchun bizda ham yuz beradi. Yuqoridan potok bo'lgan va shu tanasi tushunmayapti. Biz bunaqa savollarni juda ko'p berganmiz. Mana Ziloladan ham so'rasangiz bo'ladi. Jinniga o'xshab yuramiz, keyin savol so'raymiz, nega qanaqadir potokni ichida tushunmayaptimi bo'layotgan, boshqa qanchadir vaqt davom etadi, keyin o'ziga kelib qoladi. Siz endi mana shu holatimdan keyin nima o'rganib chiqaman bu yerda deb so'rang. Shu vaziyatdan keyin menga qanaqa qobiliyat keladi, nima o'rganaman, qanaqa darajaga o'rganaman. Biz ilk boshida buni shunaqa o'tish darajaligini tushunmasdan biz ham negativga kirganmiz. Keyin qanchadir vaqtdan keyin o'z-o'zidan boshqacha. Seansga kirganingizda yo shundoq ham so'rasangiz, barcha o'sha keladi. Agar energetik ulangan bo'lsangiz, qaysi daraja, qanaqa daraja, nima qobiliyatga ega bo'laman bundan keyin deb so'rang. Maza negativ deb yurib qancha vaqtdan keyin o'z-o'zidan to'xtab turib, umuman boshqacha his paydo bo'lib qolgan, boshqacha qanaqadir qobiliyatimiz shakllanib qolganda, misol uchun men tushunganman, demak aslida bu negativ emas ekan. Keyinchalik buni tushunganimizdan keyin hozir shunaqa vaziyatlar bo'lsa, xudo bilishadi, Zarunazam Zilola ham. Yana bir o'tish holati ekanda, bu ham endi sabr qilasiz, bundan ham o'tib olasizda deydigan bo'lishga, ortiqcha gap gapirmaydi. Yana bir o'tish holatida ekanda, ustoz shunaqa deykansiz dedi. O'tish holati ham qurib ketsin deydigan bo'lganmiz endi. Ya'ni faqatgina so'raydigan narsam, bu holatdan keyin nimaga ega bo'laman? Ya'ni bu holatdan chiqsam qanaqa qobiliyat? Dumim chiqadimi, shoxim chiqadimi-da, qanotim chiqadimi qo'shimcha? Nima keladi menga? Shu narsani so'rab ko'ring. Ya'ni agar mamlakat ishlashda, men o'tgan safar sizga audit tashlaganda o'yladim siz to'xtab qoldingizmi deb. Agar ishlashda davom etayotgan bo'lsangiz, to'xtab qoldingizda shunaqa побочный effekt qilib orqaga qaytish bo'lyaptimikin kuchli degan holat bo'ldi. To'xtamagan bo'lsangiz, bu точно sizni
kengayayotgan tем более bilaman man sizni qayerda bo'lsangiz o'sha yerda edingiz, ayniqsa sliperlik boshqa holatlarda. Endi hozir bir joyda demak kengayapsiz. Bu zo'r narsa o'zi aslida yomon narsa emas. Ko'proq ichiga kirishga harakat qiling, ko'proq masalan o'rganing. Buni ham mana masalan men ba'zida nima qilamanda qulog'imga naushnik tiqib audio eshitaman, yo nimadir boshqa narsani yozaman, oldimga video ham qo'yib olib o'shani ham tushunishga harakat qilaman-da, yoki kitob qo'yib olib uni ham o'qishga harakat qilaman. Qila olmasam ham imkon boricha harakat qilaman hammasidan ma'lumot olishni bir vaqtni o'zida. Bu umuman boshqacha qanaqadir imkoniyatlarni ochish boshlaydi. Xuddi o'shanday foydalaning. Ikkita tomonda siz bir yoqqa ketib qolyapsiz-ku, hozir ikkita narsa kelyapti. Shunaqa qilingki, ikkalasini bitta vaqtda ushlab turishga harakat qiling. Boshida qila olmaysiz buni. Bittasiga e'tibor berasiz, tushib ketib yo'qolib qoladi. Ikkinchisiga e'tibor berasiz, uningiz yo'qolib qoladi. Undan uzilib, bundan uzilib qolasiz. Lekin shunaqa nuqta kelganda ikkalasini ushlab tura olasiz. Turibsiz bu yerda, u yerda bo'layotgan narsalarni ham ko'rib bilib turibsiz, bu yerda bo'layotgan narsalarni ham ko'rib turadigan holatga kelasiz. Va bu narsa zo'r. Hozir faqat ikkita ekan. Keyin 5 ta, 10 ta butun borliq holatida qila olish kerak va bunaqa qila oladigan insonlar bor. Demak, bu qobiliyat. Rahmat. Yo'la shu savolni berish uchun kirdim. Tabriklayman. Savolingizga javob olgan bo'lsangiz. Shuncha ma'lumot oldim. Rahmat. Sog' bo'ling, baraka toping. Yana kimda savol bor edi? Savolinglar agar bo'lmasa, mana anaqa qilaman. Gapirsam bo'ladimi? Kim gapirmoqchi? Ha, Gapiring. Ikki kishi gapirayotgan ekanda, shuning uchun. yo'q, men Dilobar gapiryapman. Ikkita savolim bor edi. Birinchisi darsga oid. Ma'lum bir tanmagan insonlarim kelib, men bilan bir nimani kelishmoqchi bo'ladi. Ma'lum bir vaziyatlar bo'ladi, biznes sohasida, boshqa nimalarda. Lekin mana aniq bir vaziyatda shu insonlar bilan kelisha olmayman. Ko'rdimki, boshimga og'riq kiradi, уже o'zimni yo'qotishni boshlayman. Bitta nuqtaga shunday, bitta koordinataga menga shunday bir mavzuda shunday bir nima desam, tushuntira oldimmi? Tushuntira olmadim shekilli. Ma'lum bir maqsad bilan kelgan payt shu narsani qabul qila olmayman-da. O'zimni o'zim asabiylashishni boshlayman, sonlarim o'zgaradi. O'zimni yo'qotishni boshlayman. Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, kosmik bilimlarga o'qiganman. Yerdagi hozir kosmik bilimlarga o'qib, уже yerdaligimni unutib qo'ygan edim. Shunaqa faqat yuqori bilan anov bo'lib ketdim, ulanib ketdim deydimi, yoki shular ichiga kirib ketdimmi? Keyin uzildim-dayu, hozir meditatsiyalarga, shu hozir instansiya bilan ishlaganman-da. Hozir qaytib meditatsiyaga bilan ishlayapman, lekin his qilyapman nimalardir mani qo'ymayotganini. Anaqa bir nimalar his qilish kuchlida menga. Orqamdan yurganni, bir nimalarni nima deydi, o'tirgan bo'lsam, bir nima bilan qimirlaydi, bir nima nam yo'q beryapti, shu menga bor shu narsa. Ulanishni xohlayapti, lekin ulanishga birinchidan qo'rqyapman. Ikkinchidan keladigan fikr, hozirgi ayol o'sha mamlakat aytganlaridek, potok ochilgan, senga ulanishing kerak degan fikr ko'p keladi menga, lekin ulanishdan qo'rqib, qanaqa ulanishni ham bilmayapman. Sizga bitta savol beraman. Siz hech tozalash seansi olib ko'rganmisiz? Tozalash seansi olib ko'rmaganman, lekin nimalar olganman. Bunaqa raskopka, kurslar ichiga bo'ladigan seanslar bilan ishlaganman. Siz initiatsiya bilan anaqa ishlagan bo'lsangiz, menimcha kosmik sivilizatsiyalar bilan ishlagansiz, to'g'rimi? Ularning energiyasi bilan boshqalar bilan ishlagansiz. Kosmik sivilizatsiyalarga ulanish bilan. Demak, ya'ni ruxsat bergansizda ularni taniysiz ulanishiga. Va ularning energiyasi tanangizda his qilishingiz kuchli ekan, tim bo'lib bekorga bu bilimlarga kirib kelmagansiz. Kosmik bilimlar boshqalarga, demak, ruhingiz alohida, balki vazifasi bordir, qobiliyati bordir-da, bilimlari bordir bu yo'nalishda avvaldan. Shuning uchun joyga kirib kelgansiz bu bir. Ikkinchidan his qilishingiz kuchli.
uchinchidan siz ya'ni bizani tilimiz bilan aynan egzogipnoz tili bilan aytganda yaxshigina mavjudotlarni tanangizga ulagansiz, ya'ni siz ulardan energiya olish evaziga siz ham ularga energiya berishga rozi bo'lgansiz. lekin u odatda initiatsiyalarni nimasi ba'zan ya'ni aniq побочный effekt deydi-ku, dorilarni ko'p ichganingizda anaqa qiladi-ku, побочный effektlari bo'ladida. Chunki yaxshi kosmik sivilizatsiya vakillari bilan siz potok ochganingizda yomonlari ham kelib ulanadi, ya'ni negativ energiyaga ega bo'lganlari ham kelib tanaga ulanadi. Siz ularni u gipnoz emas-ku, transga tushib ularni ko'rmaysiz u yerda siz. U yerda kimdir ko'rib nimaligini identifikatsiya qilmaysizlar, ya'ni initiatsiyalarda kelayotgan potokni his qilyapmiz deb qabul qilib ketaverasiz. Shunaqalar borki, negativ energiya, lekin mo'shni kuchli negativ energiya. Siz u mo'sh kuchini his qilasiz, lekin uni negativligini farq qila olmaysiz. Tanangizga kelayotgan kuchni his qilasiz, lekin quyilgan, ya'ni alohida. Shunday holatda u negativ energiya tashuvchilar xuddi bizani kosmik anaqa bo'lsa ham, bizani pastki qora dunyo vakillarimiz o'xshaydi, jin shaytonlarga o'xshaydi. Ya'ni aqlli, zo'r kuchi, energiyasi bor, lekin yaxshilikni tushunishmaydi. Ya'ni ularni sevgi qalbi yo'q, sevgi tilini вообще tushunishmaydi. Ular olishni biladi-da, misol uchun faqatgina. Misol uchun ularga siz eshik ochgan bo'lsangiz, ular o'ziga keraklilarini oladi, juda yaxshigina, shundoq narsani bermaydi. Shuning uchun bizda ilk boshlaganimizda juda ko'p initiatsiya bilan ishlaydigan insonlar tom ketib qolib, ba'zilari kelib tozalandi. O'sha paytda men bu yo'nalishni chuqurroq o'rgandik biz qizlar bilan, nega initiatsiyalarda buni holatga kelib qolyapti deb. Shunda o'rganganimizda ko'rdik. Aynan o'zim seans qilganman, bitta qizimni men bilan ishlardi, ko'p shu initiatsiya eshitib yurardi. Biz tozalab qo'yganmiz bu yoqdan, u keyin yana initiatsiyalardan iborat darsga qatnashgan ustoziga men qatnashurdiganman, ya'ni uni qilmaganman. U paytda juda bunga negativ bo'lmagan, bu ham ilohiy ruhiy o'sish boshqa deb. Lekin darsga qatnashgandan keyin u juda ham og'irlashib qolgan. Keyin uni seans qilganimizdan keyin to'liqligicha o'sha potok ochganda, ruxsat berganda, faqatgina unga yordam beradigan energiya tashuvchilar emasda, qat'an bor, haqiqatan yuqori vibratsiyada yordam berish xohlagan yerga va ular yordam bergandan keyin odatda tashqarida turib yordam beradi. Biladi chunki tanaga ulanish kerak emasligini. Chunki tanaga ulansa, sizni tanangizni energiyasi evaziga yashaydigan holatga keladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni tokni, telefonni o'zini zaryadi bilan kelib tashqarida turdi, u boshqa narsa. Kelib kodidan zaryadini chiqarib, sizni telefoningiz, sizdan telefon bo'lsa, sizni anaqangizga ulanib, energiyangizga ulanib, sizdan zaryad olsa, u o'sha umuman boshqa narsa, tushundingizmi? Chunki sizdan zaryad so'rashni boshlaydi tabiiy ravishda ulangandan keyin. Shuning uchun odatda haqiqatan yordam beruvchilar tanaga ulanmaydi-da, shunday energiya berishga, boshqa qilishga harakat qiladi, o'sha yuqori vibratsiyadagilar. Lekin tanaga ulanganlari o'shancha, tanaga ulandimi, u sizni tanangiz energiyasini so'radi. Siz ruxsat berdingiz-ku, o'zingiz ruxsatingiz bor, ular juda ham aqlli mavjudotlar. Ruxsat bersangiz kirmaydi. Sizga ruxsat berdi. Ulanishga roziman dedingiz-da u yerda. Necha marta rozilik bildirasizlar, misol uchun bitta initiatsiyani juda qabul qilaman, roziman-da, shunaqa. U sizni tanangizni keyin bemalol qachonki siz uni men seni tutib oldim-da, sen meni yeb yotibsan ekan, yo'qol bu yerda demaginizcha chiqib ketmaydi tanangiz. Shuning uchun ayni damda sizga real u raskopka, paskopka mana bu yerda gipnoz olganlar biladi, raskopka olib yurganlar ham qancha. Juda katta farq qiladi tozalash seansi bilan. Chunki ayni damda sizga bitta tozalash seansi kerak. U yerda hammasini ko'rasiz, o'shalarning yuzini, basharasini. Tim bo'ling, intuitsiyangiz ochiq, ma'lumotni shunday olar ekansiz, o'zingiz juda zo'r ko'rasiz. O'zingizga basharasini ko'rsatadi. Men his qilaman. Men bu narsani ko'rganman. Men shu psixologiya yo'nalishiga kelmasimdan oldin ham bu narsa menga anaqa ko'rganman bu narsani. Lekin o'sha qo'rqqan vaqtim yo'qolib qolgan yanada. Men bu narsa bilan oldindan bo'lganman, bu narsa oldinroqdan boshlangan. Keyin ko'tarilgani balansni buzib, manaqa kosmik bilimni qo'ldan olganman. Mana sotilgan bilimni ishlab chiqargan o'sha avtordan emas, mana o'sha psixologdan emas, kimdir o'qigan, o'sha arzonroqqa sotgan, men arzonroqdan olganman. Uni o'qish darajasiga уже yerdaligimni his qilmaganman, atrofimdagilarni his qilmaganman. Men butunlay uchib ketganman. Men nima deyapman?
nima ish qilyapman, qilaman, yeyman, ichaman, yuriyman, lekin his qilmaganmanda. Man shunaqa balans buzilib ketganmanda. Yana o'sha o'zi nimani avtorni o'zini boshqa kurslarda o'qigandan keyin ancha balansni to'g'rilab oldim, lekin kelmadim o'zimga. Holi bor shu narsa, kuchli borda. Man his qilaman bu narsani. Man ruxsat bermayman man tanamga, mani ruhimga tegishini, ularni man ovoz chiqarib aytaman. Man ruxsat bermayman sizlar menga tegishlaringizga deyman, lekin uzoqlashtira olmayapman. Baribir ular menga qaysi tarafdandir namyoq beryapti, lekin savol bergan vaqtim javob kelyapti. Patoking ochilishi kerak, ulanishing kerak. Demak, o'zim ham his qildim. Ikki xil narsa bor menga hozir. Shu ikki xil narsa men bilan ulanmoqchi. Biri negativ bo'lsa, o'sha yaxshi bo'lmagan nima, yuqori olam nimalari. Biri qaysidir tarafdan insonlarga yordam berishim kerakligi. Qaysidir tarafdan shu qo'limdan nimadir kelishini nima qilishim, o'rganishim, o'qishim, shu bilimlarni ichiga kirishim kerakligi. Baribir kirasiz, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, baribir bekorga o'sha ilk boshidan his qilgan ekansiz-ku. Bunaqa ma'lumotlarning ichiga, ya'ni kelish kerak bo'lmagan inson kelmaydi hayotda. Siz shu yerdamisiz, sizni tortyaptimi, siz ruhingiz shuni ichiga tortib ketyaptimi, o'sha narsalarni o'rganganingiz ichingizda xuddiki bir narsa yana degandek, yoqtirgan ovqatingizni yana deb turgandek bo'lyaptimi? Demak, shu vazifangiz, baribir qilasiz. Hozirgi o'tish jarayonida vazifangiz bor. Yordam berishingiz kerak, o'qitishingiz kerak, o'rgatishingiz kerak. Shuning uchun baribir kirasiz u yerga. Lekin hozir ilk qilishingiz kerak bo'lgan narsani siz ko'zingiz bilan ko'rib tushunishingiz uchun tozalash seansi olishingiz kerak. Birinchi qiladigan bo'lgan narsangiz shu. Kimlar ulangan? Chunki qarang, shartnomaga bitta shartnomada kelishuv bilan imzolab, ular bilan ulanganingiz bilan siz ulanganingizdan keyin siz chiqinglar, xohlamayman, tegmanglar deganingiz bilan ularni chiqarib olmaysiz. Siz u shartnomani ko'rishingiz kerak, nimaga ruxsat berganingizni anglashingiz kerak. Har bitta narsa anglash bilan bo'ladi. U yerda keyin manifest bilan chiqarasiz ularni. Qaror qilaman degan holatda, ya'ni hamma shartnomalarni oxirgi nimasiga tanamga anov berdida, keyin mana shu bitta nimadan tanishimdan so'raganimda shunaqa is qoldirgan, sirnalangan is qoldirganda, mana shunaqa rasmga olib tashlab bir shu nimaga yurik inson bilan уже tanangga zarar berishni boshlabdi. Ishlashim kerak buni ustiga. Lekin kim bilan ishlashni, qanday ishlashni bilmay YouTubedan kirib sizni ana bunaqalarni ko'rgandan keyin gipnolog degan nimangiz, gipnoseans shunaqalari topdi mani o'ziga. Shu kurs yozilgan ekan, ichiga kirib qoldim. O'zi seans qilasiz. Men qilaman, qizlarimdan bor, shogirdlarim bor. Albatta, men shogirdlarim bor mana bir nechta, ular qilishadi. Anaqaga adminimizga yozsangiz, admin sizga seanslar haqida, tozalash seansi haqida anaqalarni tashib beradi, ma'lumotlarni iloji boricha tezlashtirib oling. Mendan olaman deb kutib yurmasligingizni maslahat beraman. Chunki menga yozilaman desangiz, anchagina vaqt kutishingiz kerak bo'ladi. Afsuski, ya'ni yaqin kunlarda umuman bo'sh joyim yo'q. Hozir kimdir menga seansga yozilmoqchi bo'lsa, fevral oxiriga yozilishingiz kerak bo'ladi. Hozir fevral oxiridan yozyapmiz faqatgina. Ungacha ya'ni anaqam yo'q. Umuman qanoq qilib darslarim, boshqalarim ham o'tkazib olaman deb qo'shimcha narsalar chiqib qolsa ulgurmayman. Shuning uchun ya'ni sizga maslahatim tozalashni sizlarimiz bilan ham olib ko'rsangiz bo'ladi. U yerda siz ishonib turman, siz o'zingiz hamma narsani ko'rasiz, ya'ni slipperdan ham yaxshiroq ko'rasiz-da. Buni bir his qilib ko'ring, ana undan keyin tushunasiz. Savollaringiz javobini u yerda olasiz. Men hozir sizga ortiqcha gap gapirishim shart emas. Seansga kirganingizda hammasi o'zi ko'rinadi. Chunki transga tushganingizdan keyin umuman boshqa olamlarni ko'rish boshlaganingizdan keyin jim bo'lib ochiq ekansiz. Haqiqatdan ko'zingiz bilan ko'rish boshlaganingizdan keyin o'sha boshqa narsa. Tushunib olasiz. Kim bor, kim tirnagan, kim ta'sir ko'rsatgan, shuni. Birinchi savolingizda aynan qaysidir mavzularda negativ his qilayotgan bo'lsangizda, o'sha kelayotgan holatgan, ayni hozirgi turgan holatingizda, misol uchun deyishim mumkin, sizni ichingizdagilarga yoqmaydigan bo'lishi mumkin bu narsalar. Chunki agar o'sha mavzular bilan o'sib ketishingiz kerak bo'lgan mavzular bo'lsa, o'sha mavzular bilan rivojlanishingiz kerak yoki ularga siz nimanidir o'rgatib, u insonlar o'sib, siz o'zingizni missiyangizni bajara oladigan, ya'ni xuddiki bajardi qilib qo'yadigan holat yuz beradigan bo'lsa, bu sizga qo'shimcha energiya beradigan bo'lsa, bunga ruxsat berishmaydi hech qanaqasi. Ya'ni u yerda xuddiki ustoz bo'lib qolsangiz, siz gapingiz bilan ular hayotini o'zgartirib qoladigan bo'lsa-da, ruhingizni vazifasi misol uchun shu bo'ladigan bo'lsa, uni imkoni boricha qilishga qo'shmaydi.
Shuning uchun qanaqa qilib boshqaradi ichimizdan? Albatta negativ hislar bilan, negativ o'y-xayollar bilan, qo'rquv bilan, birdan vahima hislar bilan bizga ta'sir ko'rsatishadi yoki har xil fikrlar bilan. Ya'ni agar hozirgi holatingizni aytmagan bo'lganingizda, insight olaman, boshqa qilaman deganingizda, men boshqa sizga variant aytardim. Hozirgi holatingizda shu variantni birinchi bo'lib aytdim. Ikkinchi variant, agar bizda balki aynan o'sha insonlar yoki o'sha mavzu umuman sizni qiziqtirmasligi kerak bo'lgancha, ya'ni ruhingiz xohlamayotgani uchun balki shunaqa. O'shandan uzoq, o'sha mavzulardan uzoq bo'lishingiz kerak yoki aynan qaysidir o'sha insonlardan uzoq bo'lishingiz kerak deb. Siz aytyapsiz, o'sha bitta mavzu deyapsiz. Shundan uzoq bo'lishingiz uchun shunaqa his qilayotgan bo'lasiz. Lekin menga ko'proq o'sha birinchi holat bo'lyapti, chunki siz agar kimgadir o'sha gapirsangiz, aytadi, xuddi miyasida bitta lampochka ko'ringandek, voy, ha, shunaqa qilsam bo'lar ekan deb ketadi-ku. Bu sizni ruhingiz vazifasi bo'lishi mumkin. Ya'ni siz kimgadir shunaqa bilim berasiz, shunaqa ustozsiz-da, deylik. Kimdir hayotni o'zgartirishga, ta'sir ko'rsatishga, aynan bizni tanamizga ulangan negativlar sizni energiyangizni unaqa tomonga sarflashingizga hayot yo'l qo'ymaydi. Chunki ruhni vazifasini, missiyasini bajargan holatda siz ish qiladigan bo'lsangiz, undan juda katta energiya olasiz. Juda kuchli potokda energiya olasiz. Va bu kerak masalaga. Shuning uchun siz aniq qiling, mana shu seansni oling, bu yerda juda ko'p savollaringizga javob olasiz. Undan keyin ham bemalol savollaringizni beraverasiz. Ya'ni biz shu yerda har doim. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p, jonginalarim, davay men bir ikkita sizlarga uni qaytaydi. Keyin sekin ketamiz, qolganini keyingi darsga davom ettiramiz. Xo'p. Demak, maqsadingizni yozishda nimaga e'tibor berishingiz kerak bo'lar ekan? Ba'zi qismlarni qarang, haqiqatdek yozing. Agar haqiqatdek yozganingizda ichingizda shu narsaga loyiqlikda haqiqatdan bo'lish mumkinlik hissini his qilsangiz, shunda qoldiring. Har qanday maqsadni. Aynan Xudoyim sizga bergan qobiliyat, imkoniyat, holatlarni 100% haqiqatda yozing. Bu sog'liq bilan bog'liq, ko'rinish bilan bog'liq, bu ozish bilan bog'liq, bu baxtlilik bilan bog'liq, bu pul bilan bog'liq, imkoniyatlar bilan bog'liqda. Ular hammaga berilgan bu imkoniyatlar, yaratgan imkoniyatlar. Bularga to'liqligicha ayni damda shuman deb yozing. Baxtliman, boyman, millionerman. Aniq haqiqat holatida yozing bularga. Qolgan, ya'ni harakat anaqa qiluvchi maqsadlaringiz bo'lsa, boshqacharoq holatdagi maqsadlaringizda, ularni siz shunaqa yozayotganda shunaqa qilingki, his qilishingiz, ichingizdan shunaqa o'qiganingizda xuddiki haqiqatdek his bersin. Yoqsin o'qiganingiz sizga. Voy devoring, ya'ni o'qiganingizda. Bir qayeringizni xuddi titratib yuborgandek bo'lsin. Shunaqa so'zlarni ishlating, toping o'sha so'zlarni. O'sha narsani yozayotganda. Ichiga shuning uchun ko'pchilik minnatdorchilikni tiqadiki, minnatdorchilik his qilganingizda birdan taningiz boshqacha his qiladi-da. Shuning uchun bo'lganini ham shunchaki menga shu keldi deb aytishmaydi-da, ya'ni shu narsaga ega bo'ldim deyilmaydi-da. Men shu narsaga ega bo'lib, shunaqa yashaganim uchun minnatdorman senga Xudoyim deydi. U o'zi tanada boshqacha his beradi. Birdaniga vibratsiyani, boshqacha hisni uyg'otadi. Shuning uchun maqsadlaringizni shunga qarab saralab chiqib yozasiz. Keyin ba'zilaringiz juda ham ko'p maqsad yozibsiz. Bizaga hech bo'lmasa tezroq amalga oshishi, qolganlari ham ya'ni o'zingiz uchun qolaversin, ya'ni uni yo'q qilmang. Faqatgina sizdan so'ragan bo'lardim, tezroq amalga oshishini xohlayotgan bir 3 tasini ajratishingizni, chunki amaliyotlar beraman. Mana shu amaliyotlarga ishlatib ko'rish uchun ko'p maqsad yozmang-da. Ya'ni o'sha 3 tani har bitta amaliyotga nechta amaliyot bersam, faqat o'sha 3 tani ko'ring. Sizni o'sha narsani erishib, ongingizga o'zingiz isbotlaysiz-ku, voy, qilsa bo'lar ekan-ku, mana erishsa bo'lar ekan-ku deb, o'zingizda juda kuchli ishonch paydo bo'ladi. Keyin qolgan maqsadlaringiz uchun ham ishlataverasiz. Shuning uchun energiyangizni har tomonga bo'lib bormang-da, ko'p narsalarga ajratib oling bir kamrog'ini. Tezroq amalga oshadiganini. Ya'ni tezroq amalga oshib, natija sizga berib, sizga o'sha hissini his qildirtirib, keyin yana keyingilarini oldingizga qo'yish uchun shunaqa qilib ajratib oling. Men bu baxtliman, boyman, go'zalman, u umumiy holatda, u doimiy qolsa hech narsa qilmaydi. Misol uchun, uy, mashina, o'qishda o'qish, turmushga chiqish, sayohatga borish, boshqalarni saralang ichidan tezroq amalga, masalan, kimdir aytgan ishga kirmoqchiman qanaqadir. Qachon kirmoqchisiz o'sha ishga? Qancha vaqt ichida kirmoqchisiz? Agar oxirgi 3 oy ichida, ya'ni bo'ladigan 3 oy ichida kirmoqchi bo'lsangiz, yozing o'shani. Chunki u qisqa muddatli bo'lishga. Ana o'shalarga xos beradigan amaliyotlarimni o'sha maqsadingiz uchun bosib ishlating.
tezroq o'sha narsa hal bo'lsa ongingiz ishonadi, ha demak maqsadimizga erishsak bo'lar ekan-ku, oson ekan-ku bu narsalarni qilib turib erishsada bo'lar ekan-ku degandek ishonch paydo bo'ladi. Keyingilarini ham sekin-asta qo'yasiz. Ya'ni ongi bizni anaqa berib o'rgatganmizda, isbot berib. Shuning uchun bizning ongimiz har doim isbot talab qiladi. Siz misol uchun baxtliman, go'zalman deb yursangiz, u baxtlilik, go'zalligingiz aslida shu holatda ham baxtlidirsiz, shu holatda ham go'zaldirsizda. Faqatgina siz u narsani ko'rolmaysiz. Ko'rguningizgacha anchadir vaqt kerak bo'lsa u baxtli go'zalligingizda, ongingiz maqsadingga erishmading-ku, erisha olmading-ku degan his paydo bo'ladi. Yoki sizni ichingizda shunaqa erishmayapman-ku, natija chiqmayapti. Shuning uchun aniq natijani mana sanga natija deb beradiganlarni oling deyapman. Nafsi natijani ko'zingizga tiqib mana sanga natija bo'lar, mana maqsadga erishsa deydigan holatlarni. Qanchadir pul misol uchunda tez kelayotgan hozir. Masalan, keyingi oyimda men buni to'la olishim kerak. Shuncha pulni keyingi oyga shunaqaga to'la oling degandek. Maqsadlaringizni tez amalga oshirish mumkin bo'lganlarni ajratib oling. Endi qarang, men sizga aytdim, tanadagi energiya juda ham muhim. Tanadagi vibratsiya juda ham muhim maqsadingizni amalga oshirish uchun. Shuning uchun mana anaqalar, cho'rniy maklar, jodugarlar, ba'zi ezoterikman deb yurganlar ham insonlarning energiyasini bekorga o'g'irlamayapti, o'z maqsadlarini amalga oshirish uchun. O'zlari yetmagani uchun. Shuning uchun energiyangizni, o'sha pulingizni har kuni ertalab beriladigan 1 million so'm pulingiz bo'lsa, uni bekor keraksiz narsalarga sarflamang. Birinchi qiladigan ishingiz tanangizni vibratsiyasini ko'tarishga harakat qiling. Ya'ni bunda degani negativ fikrlar, negativ o'y-xayollar, kimlarnidir g'ibati, nima bo'pti, qano bo'pti, u bo'pti, bu bo'pti, u o'libdi, bu qopti, bu bilan men hayron bo'ldim kechani bitta oldimdan chiqib qoldi shunaqa bo'lib. Qanaqadir Luiza degani bor ekanmi, kimnidir kelini nima debdimi, bu hamma insonlar oldimdan chiqib qolib, o'shancha adashib kommentga kirib qoldim. İnsanların dardi yo'q boshqa. Hangi nima desa deyvermaydim, bir-birini yeb yuravermaydim. Demak, ularni tanlovida nega aralashib yuribsan sen ularni ichiga? Nega energiyani yo'qqa sarflab yetgan u kommentni yozib, u yaxshi gapiribdi, zo'r qilibdi, endi bu ham bunaqa edi, o'zi mana bu yerdan chiquvdi-ku bu, mana bunisini bu debdi. Xudo, bu odamlar necha mingta komment yozishibdi shunga. Ko'ryapsizmi, qayoqqa sarflayapti? Kerakmi sizga? Bu siz hayotingiz uchun foydalaning. Hech kimni dardi aslida kerak emas. Chunki uni qarori, uni hayoti. O'zingiz mana shu 1 millioningizni bekorga sarflab tashlamang. Ya'ni o'zingiz uchun, o'zingiz maqsadlaringiz uchun sarflang. Ya'ni energiyangizni ko'tarishga harakat qiling. Bu birinchi holat. Ikkinchi holatda turli xil maqsadni yaratish uchun, ongimizga tezroq ta'sir ko'rsatish uchun amaliyotlar bor. Ishoning, u amaliyotlar yuzlarcha, hatto yuzlarcha, juda ham ko'p. Misol uchun o'sha negativ hislardan, negativ fikrlardan qutulish uchun ham juda ko'p amaliyotlar bor. Keyingi safarga menga savol bering, aynan qaysi holat bilan bog'liq bo'lgan amaliyotlar sizni qiziqtiradi, men ularni beraman. Men bugun sizga ba'zi amaliyotlarni beraman. Ya'ni maqsadni tezroq amalga oshishga yordam beradigan. Ulardan ko'pini bilishingiz mumkin. Birinchisi, misol uchun, maqsadingizga yana ham mentalniy qismlaringiz ko'proq anaqa qilish uchun maqsadingizni xaritaga aylantiring. Katta qog'ozga olib, yozib, o'rtaga o'zingizni qo'yib, ism familiyangizni yozib, chizib, o'sha nima xohlasangiz, uy xohlasangiz, o'sha ko'rinishdagi uyni rasmini, mashina xohlasangiz, o'sha ko'rinishdagi mashina rasmini, sayohat xohlasangiz, qayerga borishlaringiz rasmini yopishtirib qo'ying bir joyga maqsadingizni. Har safar ko'zingiz tushganda, ko'rib o'sha xuddiga borgandek, o'shani ko'rgandek his qiling, o'ylang. Ya'ni bu juda zo'r sizga ham vizualizatsiya, ham his berish uchun, ham ko'rish orqali his berish uchun. U yerga yozganingizni, tagiga yozgan maqsadingizni o'qisangiz, juda zo'r anaqa beradi, ta'sir ko'rsatadi. Bu birinchi usul. Yarating, ya'ni maqsadlar xaritasini yarating. Chiroyli qilib plakatga chizib, rasmlarni qo'yib, yopishtirib chiqing. Ikkinchi usul bor, bu har bir maqsadingizni affirmatsiyaga o'xshatib, audio qilib telefoningizga yozdirib olish. Oson, nechta maqsadingiz bo'lsa, audio qilib yozdirib oling. Xohlasangiz orqasiga musiqa ham qo'ying. O'zingiz maqsadingiz uchun o'zingizga meditatsiya. Takror qo'yib qo'ying qulog'ingizga, takror aylanib yotaversin. Takror eshitishingiz shart emas uni. Qulog'ingizda tursa bo'ldi. Men go'zalman, men ketib borganman, men sog'lomman, men umuman menga uyimga yaqinda ko'chib o'taman, meni yangi mana uyim kutyapti, oilam bilan baxtli boshqa qilib yashayapman. Ya'ni qancha u yerda hamma narsani gapirishingiz mumkin. Yozganingizda qisqaroq yozishingiz kerak, lekin gapirganingizda aynan sizga xos meditatsiya bo'ladi, sizga xos affirmatsiya.
o'zingiz ovozingiz bilan, o'zingiz ovozingizni yaxshiroq miyangiz qabul qiladi. Yozdiring. Xohlasangiz faqat ovozingiz o'zi yetadi. Xohlasangiz orqasiga musiqa qo'ying-da. O'shani eshitib yuravering, kun bo'yi ish qilib yurganingizda, boshqa qilib yurganingizda miyangizni keraksiz kimlardir dardiga sarflamangda. Kimdir qachon sizdir so'kib qo'yibdi, endi o'shani 8 yil o'ylamasdan, o'sha miyangizda aylansin. Bir hafta eshiting, ko'rasiz. Uni olib qo'yganingizdan keyin ham miyangizda men baxtliman, men go'zalman, men ozg'inman, men chiroyliman deb aylanishni boshlaydi. Tabiiy ravishda avtomatlashgan. Bu ikkinchi usul. Uchinchi usulda mentalniy kino yaratishingiz mumkin. Menga eng zo'r ishlagan usullardan biri mentalniy kino. Вообще hayron qoldim. Mentalniy kino, aqliy kino. Men agar qiziqsangiz, bir ikkita misollar tashib qo'yaman. O'zingiz xohlagan o'sha maqsadingizga bog'liq bo'lgan rasmlarni yig'ib, sizga yoqadigan musiqa bilan video yasangiz. Hozir hamma video yasash ko'p-ku. Ham so'zlar, ham rasmlar bilan video. İlk boshida kaleidoskop qo'yasiz, aylanib turuvchi, gipnozga tushiradigan aylanadi-ku kaleidoskop. Taxminan 1 minut holatda yoki eng kami o'zi 1 minut yaxshi. 1 minut holatda avval kaleidoskop aylanadi, o'sha kaleidoskopga qaraysiz, u aylanib sal ongingizni tinchlantirib beradi, fikrlarni tinchlantirib beradi. Keyin siz rasmlaringiz chiqishni boshlaydi. Mashina, uy, sayohatlar, o'zingiz rasmlarga oilangizni eng baxtli bo'lgan rasmlarni qo'ysangiz bo'ladi, yozsangiz bo'ladi u yerga. Musiqa, ya'ni eng oxirida ham yana kaleidoskop bilan tugatsangiz bo'ladi. Ya'ni ong ostingizga juda zo'r qilib joylashtirib beradi. Hamma maqsadlaringizni taxminan 5 minutlik qisqa, eng uzog'i 5 minut. Undan uzoq qilmang, ko'rgingiz kelmaydi. Ora-orada telefoningiz har kuni qo'lingizda hammangizda 5 minut kunda 2 marta, 3 marta shunda o'sha videoingizni oching-da, chunki mazza qilib eshitadigan musiqangiz bo'lsin. O'zingizga yarki bo'lib tashlanadigan rasmlar bo'lsin-da u yerda. O'sha videoni ko'ring, 5 minut birovlarni yog'ini ko'rsatgan, to'g'risi uzr-ku, mammasini ko'rsatgan, kutini ko'rsatgan videolarni tomosha qilib yotibsiz. Uni o'zingizni videongizni ko'ring. O'sha sizga foyda. 5 minut, bir kunda 3 mahal ko'rsangiz bilasizmi, bir oyda u sizga shunaqa tezlikda olib kelib beradi. Men hatto birin-ketinlikman sayohatga, Misrga, Dubayga, Hindistonga, unga, bunga deb o'tga yozgan ekanman, chiqarib. Hatto birin-ketinlikda shunaqa sayohat qildim. Men hayron qoldim bu kishi. Qanchadir vaqt ko'rganman, keyin esimdan ham chiqib ketgan o video. Men u yerda yozganman, insonlar shunaqa o'chirit, hatto topsam ko'rsataman. O'chirit bo'lib qolsin, meni va qator bo'lib tursin, hatto vaqtim yetmasin degandek maqsadim. Hozir o'sha maqsad qilganimga ozroq afsusdaman, lekin haqiqatan shunaqa bo'lib qoldi. O'chirit qaysi biriga seans qilib berishni bilmayman. Vijdon qiynalib o'tiradi u. Hattan topay vaqt. Hammaga va'da berib tashlaganman, bu hafta qilib beraman, keyingi hafta qilib beraman deb. Qo'yishga joyim yo'q. Erimga aytdim, 24 soat yetmayapti menga. Ajab bo'lsin, o'zingni ishing. O'zim ishim bo'lsam bemalol bo'lasan, bitta gap topgan u ham. O'zim ishim bo'lsam bemalol bo'laman degandek qaytaga 28 soat ishlayapsan dedi. Ya'ni shunaqa. Ishlaydi. Shuning uchun mana sizga maqsadlar xaritasini musiqa bilan o'zingizga affirmatsiyalaringiz, maqsadlaringizni audio qilib yozib musiqa bilan eshitib yurish, mentalniy kino yarating. Yana bitta har doim ishlaydigan suv texnikasi bor. Suv texnikasini qiling o'sha maqsadingizga. Bilasiz, ko'pchiligingiz suv texnikasi bilmasangiz, qizlardan so'rasangiz, sizga tashib beradi suv texnikasini qanaqa qiladi. Yana suv texnikasiga qo'shimcha yana bitta texnika o'rgataman. Suv texnikasiga ishlaydi. U yerda faqatgina suv aktivlashtirib yaratib berishga yordam bersa, bu yerda o'sha maqsadlaringizga anaqa qilayotgan, ta'sir ko'rsatayotgan negativlardan ham birdan qutulib ketishingiz mumkin. Unda suv bilan tuz ishlanadi. Ya'ni bu magiyadan, anaqadan qilib ishlatiladi. Unda qanaqa qilasiz? Bitta idish olasiz, iloji bo'lsa ko'rinadigan stakanli sifat idish bo'lsa, yarmidan qilib suv solasiz unga, toza suv, suvingiz toza bo'lsin. Suv solasizda, uni ichiga yarim choy qoshiq tuz solasiz. Tuzni aralashtirayotganingizda suv bilan tuzga gapirasiz. Ya'ni tuz, suv energiyasi, sizlarning energiyalardan, men iroda kuchim energiyasidan foydalanib, maqsadimga oson erishishimga ruxsat bering deb yozasiz. Va minnatdorman bu uchun deysiz. Ya'ni qisqasi shunaqa. Undan ruxsat so'rab minnatdorchilik bildirasiz bo'ladi. O'sha aralashtirayotgan, tuzni aralashtirayotgan vaqtingizda idishni qo'yasiz. Keyin ismingiz olasiz, bitta kichkina qog'oz, to'rtburchak, unaqa fijiqlangan kimnidir daftarini qiyshaygan joylaridan yirtib olgan qog'ozingiz bo'lmasin. Tez chiroyli qog'oz bo'lsin.
chunki nega suv ham xafa bo'lish holati bor, ya'ni tuzda ham. Chunki chiroyli to'rtburchak tekis qog'oz, ba'zilar bundoq tualetni bo'lmagidan yirtib olib yozib chiqmang, ya'ni chiroyligina qog'oz bo'lsin. mana shundoq qog'oz olasizda, qaychi bilan qilsangiz yana ham yaxshi. Eng avvalo pasportingizda, ya'ni hujjatingizda yozilgandek ism familiyangizni to'liq yozasiz. Chunki nega? Tozalanadigan kim? Siz. Tuz nima? Tuzni qanaqa xususiyati bor? Очищение, o'ziga negativlarni oladi va tozalaydi. Bu yerda endi faqat suvni xususiyatidan emasda, tuzni очищение, tozalash xususiyatidan foydalanamiz. Rastvaryatsiya qilish, ya'ni eritib tashlash xususiyatidan ham foydalanamiz. Shuning uchun to'liq ism familiyangizni yozasiz, отчествоyingiz bilan birga o'sha pasportda yozilgan. Shohida Xoliqova Murod Aliyevna misol uchun o'sha. Keyin agar shunchaki taningizni tozalashni xohlasangiz ham shundan foydalansangiz bo'ladi. Agar taningizni negativlardan tozalashni xohlasangiz, qog'ozga ism familiyangizni, отчествоyingizni yozib, buni shu buklagan holatda o'sha unaqa suvni ichiga solasiz va aytasiz: yaratuvchi Allohim mana shu ismdagi inson sifatida tanamni mana shu tuz energiyasi orqali to'liq tozalashingni sendan so'rayman. Buni qabul qildim, minnatdorman. Amin. Ya'ni qisqacha o'zingizni o'sha xohishingizni bildirasiz, xohlagan tilingizni, ya'ni o'zingiz bilan aytsangiz bo'ladi. So'raysiz o'sha narsani va qanchadir vaqt u yerda qarang, uning suvni ichida bu yozuvlari anaqa bo'lib turgani, o'shaning uchun shishali bo'lsa yaxshi. Buni ichida his qilib, tanangizdan negativlar erib, taningizni tozalanayotganini his qilishingiz kerak. Odatda 1 daqiqa yetadi. 1 daqiqa negativlarni his qilasiz. Negativlarni eriyotganini. Undan keyin 1 daqiqa minnatdorchilik energiyasini tanangizda his qilasiz. Ya'ni har bitta hayotingizda minnatdorchilik bildira olsangiz, minnatdor mana bunga his qilasiz tanangizda minnatdorchilik hissini. Keyin uni ichidan olasiz qog'ozni va suvni oqayotgan suvga to'kib yuborasiz. Rakovina boshqadan oqib ketuvchi suvga to'kib yuborasiz. Agar rakovina bo'lmasa, ya'ni ariq-pariqda oqadigan suv bor, oqadigan suvga to'kib yuborasiz. Buni xohlasangiz olib qo'yishingiz mumkin. Qilgan ishingizni anaqa sifatida, tozalangan holati sifatida xohlasangiz buni anaqa qilishingiz mumkin. Yaxshi mevali daraxtni tagiga ko'mishingiz mumkin. Yaxshi energiya, yuqori energiya. Hosildorlik deganda, serobgarlik deganda ko'p qo'shishingiz mumkin. Bu endi shunchaki tanangizni tozalamoqchi bo'lsangiz shunaqa ishlatasiz. Endi biz tanamizni tozalamoqchi ham biz aynan maqsadimiz uchun ishlatmoqchimiz. Maqsadimiz uchun qanaqa ishlatamiz? O'sha ism familiyamizni yozamiz to'liq va tagidan bitta o'sha maqsadingizni yozasiz, qaysi maqsadingiz. Va buni yozganingizda, suvga solayotgan vaqtingizda endi mana shu maqsadimni yana o'sha so'raysiz: yaratuvchi Allohim, shu maqsadimni har qanday unga qarshilik, uni kelishiga qarshilik kelayotgan bloklardan, negativdan mana shu tuz orqasida yordam tozalanishiga, ya'ni tuz energiyasi orqali tozalanishiga va suv energiyasi orqali mani iroda kuchim bilan hayotga o'zim xohlagandan ham chiroyli holatda yaratilishiga yordam ber. Buni qabul qildim. Bu yaratildi. Yoki minnatdorman desiz, yoki amin desiz. Ya'ni o'zingiz tilingiz bilan aytasiz. So'raysiz va yaratilganini qabul qilasiz. Solasiz buni ham suvda 1 minutning ichida, qarang, o'sha suv ichida turganda 1 minut ichida yana minnatdorchilik hislarini his qilishingiz kerak. Xuddi o'sha maqsadingiz kelayotgandek, kelganda qanaqa minnatdor his qilasiz o'zingiz, o'sha hislarni his qilib turasiz. 1 minut yetarli. To'liq taningizni minnatdorchilik hislari bilan to'ldirasiz. Keyin olasiz, yana suvni to'kasiz, oqib ketayotgan anaqaga. Bu maqsadingiz bilan oqaysiz. Olib qo'ying, maqsadingiz ushalganiga. Ba'zilar shunaqa qiladi, olib qo'yishadi, shu maqsad ushalganidan keyin minnatdorchilik bildirib, buni ham suvga yoqib yuboradi yoki yoqib yuboradi. Hatto yoqsangiz ham bo'ladi. Joduda shunaqa bor. Yana ham maqsad anaqa qilish uchun keyin yoqib olov energiyasidan foydalanishingiz mumkin. Bunda olovga ham minnatdorchilik bildirishingiz kerak bo'ladi, olovga so'rashingiz kerak bo'ladi, ya'ni senga topshiraman bu energiyani. Chunki nega yoqqaningizda bu energiyaga aylanib borliqqa uchadi. Yana ham anaqa qilishi, nima deydi, hayotingizga kirib kelishi osonlashadi. Yoki olib qo'yasiz shunda o'sha maqsadga yetgunizcha, yoki aytganimdek daraxtni, chiroyli mevali daraxtni tagiga qo'yib qo'ying. Bu ham bitta usul. Ko'ring. Ya'ni bu ham bundoq qaraganingizda joduga, sehr joduga o'xshaydi, lekin aslida energiya bilan ishlash bu ham. Bu juda zo'r, bu ham ta'sir ko'rsatadi sizga. Suv anaqasiga, nima? Suv praktik amaliyotiga qo'shimcha yana bitta sizga amaliyot bu. Xo'p, menimcha bugunga shular yetadi, shularni bajaring. Qiladigan ishingiz, anaqalaringizni
maqsadlaringizni qaytadan his qiladigan holatda yozib tashlang guruhga. Yana bir o'qib chiqaman ularni. Agar hammasi joyida bo'lsa, sizga aniq belgi qo'yaman. Zo'r degan. Agar o'zgartirish kerak bo'lsa, men sizga yozaman o'zgartirish kerak degan holatini. Va boshlang sizga amaliyot qilishni. Qanaqaga kaleidoskop, ya'ni mentalniy kino yasashga qiziquvchilar bo'lsa yoki oriyada biluvchilar bo'lsa, bir-biringizga o'rgating. Qiziquvchilar bo'lsa, agar bilmaydiganlar bo'lsa, biz sizga tashib qo'yamiz mentalniy kinoni qanaqa qilib yaratiladi. Iloji bo'lsa, hattoki shunaqa qilinglarda, yaratib bir-biringizga tashing, ya'ni men buni qildim deng. Meditatsiya qilib tashing. Maqsad xaritasini yarating. Hammasini qiling. O'shaning uchun aytdim, 3 ta maqsadni ajratib olsangiz, hammasi uchun o'sha amaliyotlarning hammasini shu 3 ta maqsad uchun qo'llasangiz, qanchalik tez, hatto shunaqa bo'ladiki, ba'zan amaliyotni boshlaganingizda bir haftadan keyin o'sha maqsadingizga erishasiz, maqsadingizni almashtirishingizga to'g'ri keladi, boshqasini yozishingizga to'g'ri keladi. Misol uchun suv praktikasida ham shunaqa. Qanchadir vaqt o'tgandan keyin sразу almashtirib, boshqasini yozishga, u yerga maqsadni yozishga to'g'ri keladi. Shuning uchun 3 tasini ajratib oling, tezroq natijaga ega bo'lish mumkin bo'lganini, tezroq amalga oshishi mumkin bo'lganini, keyin o'shalar uchun hamma amaliyotni faqat 3 tasi uchun qiling ilk boshida. Natijani ko'ring, haqiqatan yarata olishingizga ishonch hosil qiling, energiyaga sal to'ying, keyin qolganlarini davom eting. Xo'p, demak, qolganlarini keyin siz bilan keyingi darsga gaplashamiz. Iltimos, xotirani mustahkamlashga ham bitta praktika bering. Xotirani mustahkamlashga qarang. Bitta zo'r praktika bor, men o'zim ishlatadigan-gina. Ya'ni hatto qizimga ham hali kuni aytdim praktikani. Har doim qilaman. Eng oson. Har kuni yotasiz, to'g'rimi? Agar yotganingizda yo'qiga telefoningizni olib bir narsalarni qo'llab chiqmang. Ba'zi shunaqa bo'lsa ham, ba'zan uxlay olmasdan ozroq anaqa qilamiz-ku, o'ylanib bir narsalarni yotamiz. O'sha paytda xotirangiz uchun mashq qiling. Hammangiz kim bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni ko'ring bu narsani. Yotingda ertalab turganingizdan boshlab o'sha yotguningizgacha nima ish qilgan bo'lsangiz hammasini eslab chiqing. Birinchi qo'ldan keyin, bu qo'ldan keyin, yoqqa bordim. Bu ham uxlab qolish uchun ham zo'r narsa agar uxlolmaydiganlar bo'lsa. Yarimsiga kelganingizda qotib qolasiz. Buni eslab chiqqaningizgacha. Har kuni bu narsani qilavering, eslab qolishni. Chunki miyangiz bu narsani qilganingizdan keyin birinchi kuni hammasini eslay olmaysiz. Nima qilganingizni bila olmaysiz. Ikkinchi kuni sal eslay olasiz. Uchinchi kuni yana osonroq eslay olasiz. Qanchadir vaqtga kelganda har kuni buni qilaverganingizdan keyin miyangiz tushunadiki, detallargacha eslab qolishimiz kerak ekan deb o'ylaydi. Narsa, ya'ni bu miyani majburlash. Demak, hamma narsani eslab qolishimiz shart ekan, chunki kechqurunga borganda hamma nima o'rganganimni, nima ko'rganimni hammasini mendan so'rab olar ekan bu deb tushunadi. O'sha biror oy qiling, ko'rasiz. Aytasizmi? Voобще juda zo'r amaliyot. Qilganman, men bir haftaga bormasdan juda zo'r holatga kelgan. Bir menda ham xotira bilan ozroq anaqa bo'lib qoluvdi. O'zim menda xotiraga muammo bo'lmaydi. Bir shunaqa bo'lib qolishiga vaqt. Bir hafta qilganman, shundan keyin bo'ldi. O'sha paytda qidirib topdim bu amaliyotni. Qanaqa qilsam bo'lar ekan, nima qilsam bo'lar ekan? Yo'da marini ichaymikin, anaqa ichaymikin, baliq yog'i ichaymikin, boshqa qilaymikin deb yurib shu qayerdandir shu amaliyot kelib qoluvdi. Shuni qilganman. Haqiqatan bir haftaga bormasdan o'sha o'zgarish bo'lgan. Hozirgacha hammaga aytaman buni. Davay, shuni qiling. Hali kuni qizimga ham aytdim hatto. Miyang ketyapsan, davay shunaqa qil. Uxlay olmayapman deb chiqqanda ham aytaman. Sen shuni qil, ham miyangga yaxshi, ham uxlab ham qolasan so'nggina. Shu sizni xotirangizga qoyil qolaman-da, shunga sizdan so'radim. Rahmat. Rahmat. Mani xotiram hech qachon tinch bo'lmaydi, ya'ni. Chunki men hech qachon uni bekorchi qoldirmaganman. Ya'ni esimni taniganimdan beri bir nechta narsani yodlashga, boshqa qilishga harakat qilaman. Hali kun turmush o'rtog'im aytibdi, ya'ni sani xotirangiz gap-so'z yo'q, menimcha bo'lmasa keraksan deb xotirali insonlar deb. Endi orttirib, bo'rttirib yubordingiz endi bu yog'ini deb kuylab turdim. Ya'ni chunki tinmay ishlatasiz-ku. Bizga litseyda o'qituvchimiz bo'ladi kunlarda. Har doim aytadi. Miya bu tirik organizm. Qancha ishlatgan saringiz shuncha rivojlanadi. Xuddi o'shani. Miya bu tirik organizm. Uni qancha ishlatgan saringiz shuncha rivojlanadi. Qancha eslab qolishga harakat qilgan saringiz, qancha miyangizni ishlatgan saringiz shuncha rivojlanadi, o'sadi. Bu bir qanaqadir aslida qobiliyatda hammaga berilgan qobiliyat. Hammaga berilgan imkoniyat.
Faqat kimdir undan foydalanadi, kimdir foydalanmaydi. Shuning uchun aytadiku, 1% talant, 99% mehnat. Siz ham qila olasiz. Men qila olibmanmi? Siz qila olasiz. Inson qilgan inson qila oladi. Shuning uchun o'zingizga ishoning. Давайте harakat qiling. Maqsadlaringizga birin-ketin mana qaysidir marafonda shunaqa birin-ketinman, bunga erishdim deganlarni ko'rgandik. Ha, pul marafonida ko'rgandik. Pul bilan anaqa qilganimizda, ha, yaqinda xudo xohlasa pul marafonni boshlashga qaror qildim. O'zimizga ham kerak bo'ldi, boshqalarga ham kerak bo'ldi. Oxir paytda ko'pchilik pul muammosi bilan murojaat qildi. Shuning uchun biz aynan men pul magentman, pul marafonini boshlayapmiz. U pul marafonida hozirdan reklama qilib ketdik, kelib qoldim. Individual pul bloklarini ochish bo'yicha har bir ishtirokchi bittadan seans oladi. Keyin u yerda 30 kun davom etadi. Har kuni mashqlar beriladi, vazifalar beriladi. Seanslar, meditatsiyalar, shunaqa pul haqida tushunchalar, boshqalar qilinadi. O'sha joyda biz maqsadlar, pul bo'yicha maqsadlar boshqalar yozdiramiz, har safar yozdirib, keyin uni amalga oshirish uchun u yoqqa bu yoqqa jo'natamiz, vazifalar bo'lsin. O'sha joyda qanchadir vaqt o'tmasdan hamma men maqsadim amalga oshdi, men bu maqsadim amalga oshdi, voy men bugun bo'ldi deganini o'qib qoyil qolardik. Shuning uchun xuddi o'shanda esingizda ham xuddi o'sha narsani kutyapman men aslida. Shuning uchun uchtasini ajratib olingda, mana bu amaliyotlarni hammasini qo'llang deyapman va orada siz o'sha srazu mani maqsadim amalga oshdi deb chiqishingizni xohlayman. Davay. Hammamiz niyat qilamiz, hammamizning maqsadlarimiz oson yengil amalga oshishiga. Hammanglarni sevaman, o'zinglarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar. Maza qilib uxlab, dam olib deylar. Uyg'onib turganinglarda ertaga sizni qo'lingizga 1 million so'm pul berilishi esingizdan chiqmasin. Qayerga sarflashni o'zingiz bilasiz. Yaxshi tomonga.